Hoy baraka topkurlar. Xudoga qarshi fikrlarni kelishi bu sizning fikrlaringiz emas. Bu kasallikdan kelayotgan fikrlar xolos. Ya'ni bogahulniy nevroz yoki Xudoga qarshi fikrlar nevrozi degan bir kasallik mavjud. Bu kasallikda Allohga qarshi bo'lgan juda ham kasallar o'sha fikrlarni hatto tiliga olishga qo'rqqan fikrlar miyaga bostirib keladi va inson ichidan azoblanadi, ichidan qiynaladi. İnsonni har bir nafasi azobga aylanadi. Xudo yo'q. Sen Xudoni aldading. Xudoni so'kib yording. Allohga sen shunday gaplar gapirdingki, Allohni xafa qilding degan va bundan ham og'ir gaplar miyaga to'xtovsiz kelishi mumkin. Bu psixiatrik buzilish va qo'rqinchli narsa emas. Agar siz qo'rqmasangiz, ammo siz qo'rqasiz. MKB-10 Международная классификация болезней